12 muqami Parlaq Cunxa madaniyat xazinesidagi bebaho go'har. Emgekcan, ijodchan Uyg'ur xalqining aql farosatining jabhiri. Uyg'ur hayotining hamma taraflarini muzik tili bilan bayon qiladigan badiiy qomusdir. Uningda Uyg'ur xalqining hayoti va go'zal ma'naviyati, istak xohishlari, tarixiy reallik ve turmuş muhitidan kelib chiqqan muhabbat nafratlari, inson tafakkurining muzika, badiiy adabiyot ve usul qatorliq xilma-xil shakllari bilan ifodalangan. Mundaq muzika asri dunyo millatlarining san'at tarixida kam uchraydigan alohida asar bo'lg'achqa, Sharq muzika madaniyatidagi mo'jiza deb ta'riflanmoqda. Uyg'ur muqamlarının tarixi uzun, arx ko'rinishimi keng va cho'ng. Muqamlar Uyg'ur xalqining beshidan kechirgan tarixiy davrlari bilan hamqadamdir. Muqamlar ko'plagan makon va bir qancha zamonda Uyg'ur xalqining nurg'unlagan bastkorlari, naqshchilari va chalg'uvchilari tarafidan ijod qilingan xalq muzikasidir. Bu qitim asliga varislik qilib qaytaratlangan, to'liqlangan, mukammallashtirilgan 12 muqam, 360 ahang, 4492 misradan tarkib topgan. Hamda u yana Uyg'ur klassik shoirlarining she'rlari, Uyg'ur xalq dostonlarining parchalari va xalq qo'shiq baytlarini o'z ichiga oladi. Haşin körgeç netik aylanmayın için kıbligandır. Ayağımdan netik baş urmayın için, baş urmayın için. Secdegâyındır. Ne ben istep nedin can vermeyin abi hayat andim. Yüzün körgeç nefsik kız açmayın ol der. Açmayın ol bedremayındır. Yüzün hasri sabır etmey 30 elbet düşkenden. Emez halıyla puşkan merdemi çeşmi, merdemi çeşmi. Çeşmi seyahindir. Yüzün hecre sabretmey 30 ember tüşkenden.
emez kalı yapışkan merdumi çeşmi, merdumi çeşmi. Çeşmi siyahimdir. Yüzüne gayriden asrar Kün aldedin abi Abretut kandel Saçın ilmez yüzün Etrafı hüzren Dudağımdır Vay rakiplerden kendimi yok Berisi rahat gamze-i çeşmim Uni berhem urarga kirpegen hayli Kirpegen hayli Hayli spahimdir Aya derdim Vay derdime Bulaqdan sirg'ib tushayotgan suzuk sular sizga ajoyib ta'sirli qissa bayonlarni so'zlab berdi. Ajdodlar halol tarlari tapchirishining hosilati bo'lgan bu buloq suyini shildirlashtirgan. Otash qalblardan urg'agan muqam sadosi qo'shilsa, sizning nozik his tuyg'ularingiz qo'zg'alib o'tmishimiz, hozirimiz, shundaqla kelgusimiz haqida cho'nqur o'yga cho'mishimiz va shu xil fikr yong'ini turtqisida butkul vujudimiz larzaga kelishi mumkin. Sen
qarasa kuch quvvatga to'layotgan 3 o'g'li bor edi. Bu 3 o'g'ilning yigitlik shijoati qazo voyaga yetgan mezgillarida boy ularni hunar kasb o'rganish safariga otlantirdi. O'g'il bolaga 70 xil hunarni ozlik qilib degan hikmatga cho'nqur ishongan boy o'g'illarga Xudodan oq yo'l tilab uzatib qo'ydi. Ularning xosiyetlik safari ana shundoq boshlandi. Şişek şişek, acil bir
Canı sarım sen mi sen ey? Kendisine canı sarım sen mi sen ey? Vay kim olmaz sen, acı o benim elbeyine. Vay kim aram can ya, can zarın sen sene. Vay kim aram can ya, can zarın sen sene. Oğullar şundaq qilib o'zlari yaxshi ko'rgan avam xalqqa, yurt mahallaga foydasi tegadigan hunar kasblarni maqomiga yetkazib o'rganish uchun ona yurtidan ayrilib taraf-tarafga yo'l oldi.
Çoğun oğul deryala geçip, tağla eşip, nurgun muşakkatlik seferini baştan geçirip, ahiri bayat ahlinin yurtiga keldi ve bayatlar bilan uchrashdi. Yurikiga bayatlarning bebaho angushtiri bo'lgan bayat naqshi kuy va usullaridan rangdor naqshlar edi.
o'g'il el yurt kezib eng katta angushtar sohibini topdi va yurt, o'limi, muxtabarlarning tarixini, shon shuhratini yezib qoldirg'ili, kitob dasturlarini tuzib, tarishi taxtaylarga, teri raqlarga xat yezish ovorachiligidan qutulg'ili, ilm ahlilari uchun savoxona ichib, ilm herismanlarining qalbini ma'rifat nuri bilan yo'ritqili bo'ladigan xosiyatlik angushtar qog'oz yasashni o'rgandi. O'ttirinchi o'g'il el yurt kezib, tibobat ilmi sohasidagi eng usta hakim teviblarni izlab topdi. Tibobat ilmiga ishtiyoq bog'lab, ijtihod bilan o'rganishga kirishib ketdi. Tevib o'limolardan modatil hayot, davoining mushkil bo'lganini yasashni o'rgandi. Gider bulum zalim ağalı Erme körüye diye bayan bilgeysen Yavuz hemra kavliye çahlım içide Ölgeni yok isen aman bilgeysen Yavuz hemra kavliye çahlım içide Ölgeni yok sen aman bilgeysen Bizler için himmet kemer bağlıgan Hürok hemma sinelerin bağlıgan Bizler için himmet kemer bağlıgan Hürok hemma sinelerin bağlıgan Kemidi dep yolu Harap sarlıgan Şayet sırlı atam bak sallandı gelsen Kemidi dep yolu Harap sarlıgan Şayet sırlı
Munda kalbi vatan cayim Hazan bulbi çahar bağım Munda kalbi vatan cayim Hazan bulbi çahar bağım Yarim bilen ötken tağım Kadim güzel cayla kaldı Kadim güzel cayla kaldı Asam kılgın müşkilimni Yakın kılgın menzilimni Çurdum ben bulbulumni Bağım içire zavla kaldı Bağım içire zavla kaldı Bağven ana mihribanim Mendin ötti bu devranim Bağven ana mihribanim Mendin ötti bu devranim Yüreğimde küp armanim Hoş mu isil çağla kaldı Hoş mu isil çağla kaldı Pervane bulup kopar,
Oğul, bayatlarning kuy muqam sehridan olam shumul o'zib oldi va ikki yurt mehri muhabbatini bir-biriga mahkam bog'lug'uchi muqam vorislarini boshlab, ona yurt tuprog'iga qadam bosdi. Oğullar özlerinin aql parasti, mehnat ve ecri orqali bir-biridan qimmatlik bebaho angushtarlarni izlab tepib, yurtiga orqa-orqadan qaytib keldi. Boyning o'g'illardan kutgan umrlik armoni oxiri visol topdi. Haydi